Salom, mening ismim Tom. Men Y Combinator kompaniyasining hamkorlaridan biriman. Bugun men asoschilarga eng ko'p beriladigan savollardan biri haqida gapirmoqchiman. Bu mahsulot yoki xizmatga qanday narx belgilash masalasi. Shunday qilib, asoschimiz tashqi savdo bilan shug'ullanib, odamlar bilan aloqa o'rnatdi va nihoyat ular juda samarali savdo suhbatini o'tkazishga muvaffaq bo'ldi. Chempion bu mahsulotga juda qiziqib qolgan va uning narxini so'ragan potensial xaridor. Biz esa bu vaziyatda esa shunchaki qotib qoldik va hech qanday javob bera olmadik. Qaysi raqamni tanlashimiz kerak? Ko'pincha yirik kompaniyalarda ishlamagan bo'lsangiz, bunday tashkilotlar dasturiy ta'minot uchun qanday narxlar to'lashini yaxshi anglay olmaysiz. Shunday qilib, oxirgi marta dasturiy ta'minot, masalan, GitHub yoki ChatGPT obunasini sotib olganingizni eslashingiz mumkin. O'shanda oyiga $19 yoki $49 kabi kulgili darajada past narxni tanlaganingizni eslay olasiz. Chunki so'nggi 2-3 oy davomida mahsulot yaratish bilan shug'ullangan asoschilarga 10 minglab yoki hatto 100 minglab dollar so'rash juda noqulay tuyulishi mumkin. Buni jiddiy qiyofada aytish deyarli imkonsiz. Shunday qilib, bugun men sizlarga narx belgilash va bu narxni mijozingizga asoslab tushuntirish usuli haqida so'zlab bermoqchiman. Shunday qilib, bu yerda 3 ta asosiy unsur mavjud va ularning orasida eng muhimi men qiymat tenglamasi deb ataydigan narsa hisoblanadi. Shunday qilib, bu g'oya shundan iboratki, siz o'z chempioningiz bilan, ya'ni mahsulotingizga chin dildan qiziqadigan va uning o'z kompaniyasidagi eng katta muammolardan birini hal qilishni tushunib yetgan mijoz vakili bilan yuzma-yuz suhbatlashasiz. Siz bu homiy bilan mahsulotingiz, ularning kompaniyasi uchun nimalarni amalga oshirishi va qanday qiymat yaratishi haqidagi kutilmalarini yozib olasiz. Bu xarajatlarni tejash, vaqtni tejash yoki daromadni ko'paytirish bo'lishi mumkin. Va buni bosqichma-bosqich yozib borishingiz kerak. Keyin mijozni uni sinab ko'rishga undashingiz, taxminlarni sinovdan o'tkazishga undashingiz va ularning to'g'riligiga to'liq ishonch hosil qilishingiz lozim. Chunki bu pirovardida o'sha shaxs o'z rahbari yoki moliyaviy direktoriga ushbu shartnomani xarid qilishni asoslash uchun foydalanishi mumkin bo'lgan vositadir. Shunday qilib, bu yerda tez bir misolni ko'rib chiqamiz. Faraz qiling, siz 100 nafar mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi xodimga ega yirik kompaniyaga aytaylik, mijozlarga xizmat ko'rsatish vositasini sotmoqchisiz. Faqat muhokama uchun, ehtimol, har bir mijozlarni qo'llab-quvvatlash agentligiga $50,000 maosh to'lanadi va yana har bir xodim uchun qo'shimcha $50,000 sarflanadi. Bu qo'shimcha xarajatlar ofislar, ustama xarajatlar, tibbiy sug'urta va shunga o'xshash narsalarga ketishi mumkin. Shunday qilib, har bir mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi xodimning to'liq xarajati $100 ni tashkil etadi va ularning soni 100 ta. Shunday qilib, mijozlarga xizmat ko'rsatishning umumiy xarajati $10 million ni tashkil etadi. Aytaylik, biz ushbu mijozga shunday taklif bilan murojaat qilyapmiz. Bizda yangi sun'iy intellektga asoslangan mijozlarga xizmat ko'rsatish vositasi bor. Bu vosita mijozlar so'rovlarining 20% ni yoki mijozlarga xizmat ko'rsatish jamoasi sarflaydigan umumiy vaqtning 20% ni qisqartiradi. Bu $2 million ehtimoliy xarajatlarni tejash imkoniyatidir. Shuni yana bir bor esda tutingki, siz odatda vaqtni tejaysiz, bu xarajatlarni kamaytiradi yoki to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarni pasaytiradi yoxud daromadni oshiradi. Odatda kompaniyalar e'tibor qaratadigan 3 ta asosiy narsa ana shulardir. Shunday qilib, siz yetkazib berayotgan qiymatni aniqlab olganingizdan keyin narxni belgilash juda oddiy bo'ladi. Men odatda siz yetkazayotgan qiymatning 25% dan 50% gacha bo'lgan qismini tanlayman. Shunday qilib, ular taxminan 3 dan 2 qismini, siz esa taxminan 3 dan 1 qismini o'zingizda saqlab qolasiz. Shunday qilib, avvalgi misolimizda $2 million jamg'armadan ular bir 3 millionini o'zlarida qoldiradi. Siz ulardan taxminan 700 ming so'm miqdorida haq olasiz. Bu esa ikkalangiz uchun ham juda yaxshi kelishuv hisoblanadi. Bu odam buni moliyaviy direktorga ko'rsatib, sarmoyaning juda yaxshi samara berganligini isbotlay oladi. Shunday qilib, bu qiymat tenglamasining eng yaxshi tomoni shundaki, u sizga sinov loyihasi davomida isbotlashingiz kerak bo'lgan muvaffaqiyat mezonlarini ham taqdim etadi. Shunday qilib, mijozga shunday taklif qilishingiz mumkin, keling, bu vositani bir oy davomida jamoangizning faqat bir qismi bilan sinab ko'ramiz. Balki 10 nafar mijozlarga xizmat ko'rsatish agentlarini jalb etib, bu usulni sinab ko'rsak va u haqiqatan ham so'rovlar sonini kamaytiradimi yo'qmi tekshirsak. Keling, buni o'lchab ko'raylik va bu so'rovlarni 20% ga kamaytirsa yoki mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi agentlarning kamida 20% vaqtini tejasa, bu qiymat tenglamasining to'g'riligini bilamiz. Agar ko'rsatkichlar biroz farq qilsa, balki faqat 15 tejalar yoki juda yaxshi natija ko'rsatib, 25 gacha tejalishi mumkin. Siz hatto narxlarni ham shunga qarab moslashtirishingiz mumkin. Biroq, qiymat tenglamasi sizga pilot jarayonida isbotlanishi zarur bo'lgan muvaffaqiyat mezonlarini ko'rsatib beradi. Shunday qilib, bu narxlashning birinchi qismi va albatta eng muhim qismidir.
Agar siz shunchaki qiymat tenglamasida to'xtab qolsangiz, ochig'ini aytganda, narxlarning 80 yoki 90% ni to'g'ri belgilab olasiz. Lekin odatda e'tiborga olish foydali bo'lgan yana bir necha jihat ham bor. Bularning birinchisi narx-navo masalasi. Bu xizmatni mijozga taqdim etish sizga umuman olganda qanchaga tushadi deb o'ylaysiz? Narxdan boshlamaslik juda muhim. Ba'zi odamlar xarajatlar ustiga ma'lum foiz qo'shib narxlashni afzal ko'rishadi, ammo bu doimo dasturiy ta'minotingizni arzon baholashga olib keladi. Narx har doim kamchilik bo'lishi kerak. Shunday qilib siz qiymat tenglamasini hisoblab chiqasiz. Uning 3dan 1 olasiz va natijada $700 kelib chiqadi. Ehtimol sizning xarajatlaringiz asosan OpenAI to'lovlari yoki shunga o'xshash narsalar hamda iOS to'lovlaridan iborat bo'lib, ularning umumiy qiymati taxminan $200 ga yetishi mumkin. Shunday qilib shartnoma qiymatingiz 700 ming, xarajatingiz esa 200 ming. Siz ajoyibsiz. Ammo agar siz qiymat tenglamasini ishlab chiqib, undan o'z ulushingiz faqat 150 ming bo'lsa-yu, xarajatingiz 200 ming bo'lsa, siz yomon biznes bilan shug'ullanayotgan bo'lasiz. Siz mahsulotingizni tannarxidan past narxda sotishga majbur bo'lasiz. Bu esa uzoq muddatli faoliyat uchun barqaror emas. Shunday ekan, siz yo ko'proq qiymat ko'rsatishning yo'lini topishingiz, yoki yaratayotgan narsangizni tubdan o'zgartirishingiz, yoxud butunlay biznesdan chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Aslida siz dasturiy ta'minot sohasida 80 yoki 90% yaqin foyda ko'rsatkichini maqsad qilib qo'yishingiz kerak. Kreditlar haqida qisqa va aniq izoh berish kerak. Shunday ekan, iOS, Microsoft, OpenAI kabi kompaniyalar startaplarga juda ko'p miqdorda kredit bermoqda. Siz bu kreditlarni naqd pul xarajati sifatida ko'rib chiqishingiz lozim. Cheksiz kreditlarga doim ega bo'laverasiz deb o'ylamang. Bu sizning hoshiyalaringizni butunlay buzib yuboradi. Ba'zan shunday vaziyatlar bo'ladiki, siz mahsulotingizni tannarx bahosida yoki hatto undan pastroq narxda sotishni xohlaysiz. Ammo bu juda xavfli usul bo'lib, odatda bozor ulushini qo'lga kiritishga intilayotgan asoschilar tomonidan qurollanish poygasida qo'llaniladi. Bu yer tortib olish vaziyati. Bu nihoyatda xavfli. Siz haqiqatan ham kelajakda xarajatlar sezilarli darajada pasayishiga umid qilyapsiz. Shunday bo'lsa-da, til modellari rivojlanishi bilan OpenAI va Anthropic singari kompaniyalar xarajatlarni izchil ravishda keskin kamaytirib bormoqda. Shunday ekan, hozirgi paytda narxlarni biroz pastroq belgilashni o'ylashingiz mumkin, chunki vaqt o'tishi bilan foyda marjangiz yaxshilanishini bilasiz. Ochig'ini aytganda, bu juda xavfli usul va men startaplarga 80 yoki 90% yalpi foyda marjasini saqlab qolishga harakat qilishni maslahat beraman. Bu juda muhim, chunki bunda yuqori foyda marjasi startapning barqarorligini ta'minlaydi. Shunday qilib, narxlashning 3-chi muhim omili raqobatdir. Shunday qilib, siz qiymat tenglamasini tuzib, uning taxminan 3dan 1 ni hisoblab chiqdingiz va xarajatlaringiz bundan ancha past ekanligiga ishonch hosil qildingiz. Shunday qilib, siz taxminan 80 yoki 90% daromad marjasini saqlab turibsiz. Sog'lig'ingiz yaxshi. Biroq bozorga endigina kirib kelgan to'g'ridan-to'g'ri raqobatchingiz bor. Ularning dasturiy ta'minoti siznikiga teng, ammo ular narxni siznikidan 2 baravar arzon qilishga qaror qilishgan. Nima ish qilasiz? Bu rostdan ham juda murakkab. Asoschining dastlabki munosabati ko'pincha shunchaki narxlar raqobatiga kirishishdan iborat bo'ladi. Shunday qilib, raqobatchilaringiz taklif qilgan narxni olib, undan ham pastroq narx belgilash. Muammo shundaki, ular ham xuddi shunday yo'l tutishadi, narxlarni pasaytirishadi. Siz ham o'z navbatida narxlarni yanada tushirasiz va bu shunchaki eng pastga tushish musobaqasiga aylanadi. Shunday ekan, faqatgina narx bilan raqobatlashish aslida g'alaba keltiruvchi yo'l emas. Siz ommabop mahsulot uchun boshqa raqobatchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri narx raqobatiga kirishishni xohlamaysiz. Aksincha, siz mahsulotingizni funksionalligi yoki qiymati bo'yicha boshqalardan ajratib ko'rsatishga intilishingiz kerak. Bu teng sharoitdagi taqqoslash bo'lishi mumkin emas. Mahsulotingiz boshqalardan ajralib turishi kerak. Agar biror sanoat tarmog'ida bir xil ko'rinishdagi tovar mahsulotlar uchun juda kuchli raqobat mavjud bo'lsa, bunday mahsulotlarning barchasi deyarli bir xil bo'lganligi sababli ulardan olinadigan foyda marjasi butunlay yo'qoladi. Masalan, aviatsiya sohasini olib qaraylik. Asosan, samolyotda o'tirgan oddiygina yo'lovchi. Butun mamlakat bo'ylab aviakompaniyalar sohasining o'rtacha sof foyda darajasi 2-7% ni tashkil etadi. Bu juda shafqatsiz, ayovsiz soha. Aviakompaniyalar doimo bankrotlik yoqasi turibdi, chunki ular o'zlarini boshqalardan ajratib ko'rsatishga qiynalmoqda. Shunday qilib, biz 3 ta asosiy element haqida so'z yuritdik. Bunda qiymat tenglamasdan boshlab xarajatlar va raqobatni ham inobatga oldik. Biz narxni aniqlashning boshqa usullari yoki hatto narxlash tizimi haqida suhbatlashamiz. Shunday qilib, sizning yo'lboshchingizga beradigan yana bir savol. U boshqa shunga o'xshash dasturiy mahsulotlar uchun qanday to'lov qiladi va qancha mablag' sarflaydi? Misol uchun, ular oylik qat'iy to'lov yoki har bir foydalanuvchi uchun narx belgilash, foydalanish darajalari yoki kredit tizimiga ko'ra to'lashga odatlanganmi? Siz sotayotgan sohani chuqur o'rganib, ular odatda qancha to'lashga va narxlarni qanday tuzishga o'rganganini tushunib olishingiz kerak. Keyin ular odatlangan narx strategiyasini tanlashingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Odatda odamlar cheklanmagan foydalanishga asoslangan narxlashdan cho'chishadi. Shuning uchun siz buni ma'lum chegaralar bilan belgilashni o'ylashingiz mumkin.
Aslida agar siz ularning boshqa dasturiy ta'minotlar uchun to'lov qilish odatlariga o'xshash usulni qo'llay olsangiz, shunchalik ko'proq muvaffaqiyatga erishasiz. Asosan, narxlashni tanlayotganingizda uni iloji boricha sodda tutish juda muhimdir. Narxlarni haddan tashqari murakkablashtirish savdo jarayonini barbod qiladi. Umuman olganda, belgilangan davriy daromad, ya'ni oylik yoki yillik muntazam tushumlar, foydalanish hajmiga asoslangan narxlashdan afzalroq hisoblanadi. Iqtisodiy pasayish yoki sekinlashish davrida shartnoma muddati tugaguncha daromadingiz himoyalangan bo'ladi. Bu sizga ma'lum darajada kafolat beradi. Shundan so'ng siz mijoz bilan shartnomani yangilash qimmatga arzish-arzimasligi to'g'risida bahslashishingiz mumkin. Agar bu faqat foydalanish miqdoriga asoslangan daromad bo'lsa, yomon oylarda daromadingiz keskin pasayib ketishi xavfi yuqori bo'ladi. Investorlar bu masalaga nisbatan juda ehtiyotkor munosabatda bo'lishmoqda. Shunday qilib, agar siz MR yoki hatto ARni maqsad qilmoqchi bo'lsangiz, bunga erishishning bir usuli yangi mijozlar uchun foydalanish hajmiga asoslangan narxlash tizimini joriy etishdan boshlashdir. Shartnomani 1-2 oy davomida amalda qo'llab, ularning foydalanish darajasini kuzating. So'ngra, hajm chegirmalari bilan minimal oylik majburiyatga o'tishni taklif qiling. Shunday qilib, ular har oyda o'rtacha $15,000 ishlatayotganini ko'rishingiz mumkin. Ular 12 oylik shartnomaga rozi bo'lsalar, ularga oyiga 12 nol miqdorida barcha foydalanishlarini qamrab oluvchi yagona to'lovni taklif eting. Yana bir usul, sizning homiyingizdan moliyaviy direktor yoki huquqshunosnos guruhdan qo'shimcha ruxsat olmasdan shaxsan qancha miqdorini tasdiqlash huquqiga ega ekanligini so'rashdir. Shunday qilib, ularda $15,000 bo'lgan summani imzolash vakolati mavjud bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, tajriba narxingizni 14,999 atrofida saqlashingiz maqsadga muvofiq. Bunday narx jarayonni juda tez sur'atda harakatlantirishga yordam beradi. Endi men narxlaringizni veb-saytingizda e'lon qilish yoki korporativ mijozlar uchun sotuvlar bo'limi bilan bog'laning degan yozuvni joylashtirish haqida gaplashmoqchiman. Bu masalada internetda turli fikrlar mavjud va ko'pincha dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilar shunchaki narxni ko'rishni xohlashlarini aytishadi. Men shunchaki tugmani bosib, kredit kartamni biografiyamga kiritishni xohlayman. Sotuvchilar bilan gaplashishni yoqtirmayman. Nima uchun men sotish bo'limi xodimlari bilan gaplashishim shart? Muammo shundaki, qiymat tenglamasi har bir korxona mijozi uchun boshqacha bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilik korxona rejalari savdo bo'limi bilan bog'laning deb yozilgan. Korxona shartnomasi uchun veb-saytingizga tasodifiy tanlangan narxni joylashtirsangiz, shubhasiz, qo'shimcha daromad olish imkoniyatini boy berasiz. Mahsulotdan uncha foyda ko'rmaydigan ko'plab mijozlar uchun narx haddan tashqari yuqori bo'lib qoladi. Natijada siz bu mijozlarni butunlay yo'qotasiz. Undan ancha ko'proq qiymat oladigan odamlar uchun esa siz bu segmentga nisbatan narxni juda past belgilayapsiz. Odatda kompaniyalar 1 yo 2 arzonroq tarifga ega bo'ladi. Masalan, individual tarif va kichik jamoa yoki startap tarifi bo'lishi mumkin. Bu tariflarda asosiy funksiyalarning ko'pchiligi mavjud bo'ladi. Lekin yirik korxonalar juda xohlaydigan muhim funksiyalar ulardan chiqarib tashlanadi. Shunday qilib, siz boshqa SaaS kompaniyalarining narxlash sahifalarini ko'zdan kechirib, ular qanday xizmatlarni korxona tariflariga kiritganini aniqlab olishingiz mumkin. Ko'pincha bunday narsalar sosiya audit hisobotlari, yagona kirish tizimi, audit jurnallari, muvofiqlik hisobotlari yoki ma'lumotlarning ma'lum geografik hududlarda saqlanishi kabi masalalardir. Bunday narsalar haqiqatan ham alohida shaxslar va kichik kompaniyalar uchun ahamiyatsiz bo'lsa-da, yirik korxonalar uchun juda muhim va ularsiz faoliyat yurita olmaydigan omillardir. Bu sizga kichik mijozlaringiz va yirik korxona mijozlaringiz uchun narxlarni turlicha belgilash imkonini beradi. Ba'zan yirik korxona mijozlari uchun narx kichik mijozlarga nisbatan 10 baravargacha yuqori bo'lishi mumkin. Bu qo'shimcha muvofiqlik, qonuniy ma'lumotlar maxfiyligi va shunga o'xshash xususiyatlar haqida gapirganda, keyingi muhim jihat shuki, narxlash strategiyangiz savdo kanallaringizni belgilaydi. Buni tushunib olishimiz kerak. Boshqacha aytganda, ushbu narx darajasida har bir shartnomadan sotuv jamoasi yoki mijozlar bilan ishlovchi menejerlarni rag'batlantirish uchun yetarli daromad olinadimi? Shunday qilib, sotuvchi uchun yaxshi me'yor qoidasi yangi imzolangan AR bilan umumiy kompensatsiya komissiyani ham qo'shganda o'rtasidagi nisbat taxminan 5:1 bo'lishi kerak. Misol uchun, agar siz sotuvchiga yillik kompensatsiya sifatida $100 to'lasangiz, bu summaga uning asosiy maoshi va har qanday sotuv komissiyasi kiritilgan bo'lib, jami kompensatsiya miqdori $100 ni tashkil etadi. Siz mantiqan o'sha sotuvchidan har yili $500,000 miqdorida yangi yillik takrorlanuvchi daromad ARR jalb qilishini kutishingiz mumkin. Lekin $500,000 yangilik takrorlanadigan daromadni ARR quyidagi qismlarga ajratish mumkin. $500,000 shartnomalar tuzishning ko'plab turli usullari mavjud. Bunday holatlarda har bir hisob menejeri aslida yirik mijozlarni ovlaydi. Ular har 2 oyda bitta shartnomani imzolashga harakat qiladi. Ular bir vaqtning o'zida 4,
5 yoki 6 ta shartnoma ustida ishlayotgan bo'lishlari mumkin, yoki bu 25 nol dollarlik shartnomalardan 20 tasimi. Demak, yillik 25 nol dollarlik shartnoma oyiga taxminan 2 nol dollarni tashkil etadi. Hisobingiz rahbari yilga 500 nol dollarlik shartnomaga erishish uchun oyiga taxminan 10 ta uchrashuvni, shulardan 2 tasini yopish kerak bo'ladi. Bu yil davomida jami 20 ta uchrashuvni muvaffaqiyatli yakunlash degani. Hali ham amalga oshirsa bo'ladimi? Yoki siz ularga har yili 500 nol dollarlik shartnomalarni imzolashni yuklamoqchimisiz? Shunday qilib, so'nggi misolda ko'rganimizdek, yillik 1000 dollar oyiga taxminan 83 dollarni tashkil etadi. Sizning savdo vakilingiz har oyda 42 ta bitimni yakunlashi lozim. Bu har ish kuniga deyarli 2 tadan to'g'ri keladi. Bu aslida chin ma'nodagi hisob menejeri yoki tashqi savdo guruhi emas. Eng yaxshi holda sizda ichki savdo bo'yicha qo'ng'iroq markazi bo'lishi mumkin. Shunday qilib, ular kimdir xarid qilmoqchi bo'lganda telefonni ko'tarib, kompyuter tizimiga ma'lumotlarni kiritishadi va mijozlarning savollariga javob berishadi. Ular endi kitlarni ovlashga chiqmayaptilar. Ular haqiqatan ham xuddi bug'doy dalasini o'rayotgandek ko'rinadi. Men keyingi mavzuda bepul sinovlar yoki umuman plan loyihalarini taklif qilish kerak yoki yo'qligi haqida gaplashmoqchiman. Juda uzoq muddatli bepul sinov yoki tajriba dasturini taklif qilish amalda foydasiz hisoblanadi. Mijoz aslida mahsulotdan foydalanishga rozi bo'lmagan. Shunday ekan, bu sinov tajribalarini yoki konsept isbotlarini iloji boricha qisqa muddatli qilib o'tkazishga harakat qilishingiz kerak. Balki 2 hafta, ehtimol 4 haftagacha. Haqiqatan ham juda aniq muvaffaqiyat mezonlari bilan. Biz avvalroq qiymat tenglamasi haqida gaplashganimizdek, agar siz o'z mahsulotingizga juda ishonchingiz komil bo'lsa, yaxshiroq usul mijozlaringizni dastlabdanoq yillik shartnomaga yozilishga undashdir. Biroq bunda 30 yoki 60 kunlik pulni qaytarish kafolati va shartnomadan voz kechish imkoniyatini taklif qilish lozim. Shuning uchun agar ular istagan natijani bermasa, hech qanday savolsiz pullarini qaytarib olishlari mumkin. Lekin standart holatda bu doimiy shartnomaga aylanib qoladi. Siz buni deyarli darhol takrorlanadigan daromad sifatida hisobga olishingiz mumkin. Menga beriladigan yana bir savol shunday: biz ati 2 yoki 3 kishidan iborat startapmiz. Bizning veb-saytimizga ko'proq odam qo'shishimiz yoki LinkedIn kompaniyamiz sahifasiga ko'proq odamlarni a'zo qilishimiz kerakmi? Shunday qilib, o'zimizni ancha kattaroq kompaniya sifatida ko'rsatib, umumiy ravishda bu mijozlarni jalb qilishga harakat qilsak bo'ladimi? Yo'q, bu yaxshi g'oya emas. Buning o'rniga startap sifatida o'z kuchli tomonlaringizdan foydalanishingiz kerak. Mijozlaringizga shunday deng: siz ta'sischilarning telefon raqamini olishingiz mumkin va biz muammolaringizni hal qilish uchun kuniga 24 soat, haftasiga 7 kun xizmatingizda bo'lamiz. Siz bunday narsani Salesforce yoki Oracle kabi kompaniyalardan albatta ola olmaysiz. Shunday ekan, startap sifatida o'z kuchli tomonlaringizdan unumli foydalaning mayli. Xulosa qilib aytganda, agar siz narxlash mutlaqo bilmasangiz, qiymat tenglamasini qo'llashga harakat qilgan bo'lasiz. Bu albatta juda muhim narsa. Bu shunchaki ishlamadi. To'g'risini aytganda, bu juda noaniqroq. Shuning uchun mijozlaringiz sotib oladigan boshqa turdagi dasturiy ta'minotlarga o'xshash narxni tanlang. Men esa har safar yangi mijozga taklif qilganimda bu narxni 50% ga oshiraman. Shunday qilib, siz 10 noldan boshlaysiz va ular rozi bo'lishadi. Keyingi mijozda esa 15 ga erishasiz va keyingi mijoz balki 22 nol olishi mumkin. Faqat narx tufayli potensial bitimlarning 25% dan ko'prog'ini boy berishni boshlaganingizda, ehtimol to'g'ri yo'nalishda ekanligingizni anglatadi. Shunday ekan, har bir kelishuvni yutishingiz shart emas. Agar har bir kelishuv darhol amalga oshirilayotgan bo'lsa, siz shubhasiz mahsulotingizga juda past narx qo'yayotgan bo'lishingiz mumkin. Shuni eslatdingki, agar kompaniyangiz muvaffaqiyatli bo'lsa, boshida ro'yxatdan o'tkazgan dastlabki 5-10 ta mijozingiz keyingi 5 yil davomida oladigan daromadingizning juda ham arzimas qismini tashkil etadi. Shuning uchun bitimlarni imzolashni boshlash va bu jarayonga ko'nikish muhimroq hisoblanadi. Mahsulot sifati ortib borgan sari narxlarni ham doimo oshirishingiz mumkin. Siz yangi modullarni qo'shib, ularni to'liq tizim ortiga joylashtirasiz yoki mijozlarga qo'shimcha xizmat sifatida sotasiz. Narxlashni boshidanoq haddan tashqari maqbullashtirishga urinish katta xato hisoblanadi. Biror raqamni tanlang, uni sotishga urinib ko'ring va shunchaki tajriba qilib ko'ring. Siz oldinga siljigan sari kompaniya o'sgani sayin mijozlarni jalb qilish va narxlarni ko'tarish tobora osonlashib boradi. Chunki vaqt o'tishi bilan sotuvlar bo'yicha mahoratingiz ehtimol ortib boradi. Bosh sahifangizda mahsulotingizdan mamnun bo'lgan barcha mijozlarning tasdiqlash logotiplarini joylashtirmoqdasiz. Agar siz rostdan ham biror noto'g'ri ish qilmayotgan bo'lsangiz, mahsulotingiz vaqt o'tishi bilan sezilarli darajada takomillashib borishi lozim. Odatda dastlabki 2 yoki 3 savdo siz amalga oshirishingiz kerak bo'lgan eng qiyin jarayon hisoblanadi. Shuning uchun ularni albatta yakunlang. Shunday qilib, xulosa qiladigan bo'lsak, har qanday narx belgilashda 3 ta g'oyat muhim jihat mavjud. Birinchisi qiymat tenglamasidir. Buni yozib oling. O'z vakilingizni uni tanqid qilishga undang. So'ngra siz taqdim etayotgan qiymatning taxminan 3 dan 1 ga teng narx belgilang.
Shunday qilib, mijoz qiymatning 3 dan 2 qismini o'zida qoldiradi. Siz esa 3 dan 1 qismini olasiz. Ikkinchidan, xarajatlarni ko'rib chiqing. Qisqa va o'rta muddatda xarajatlarni keskin kamaytirish uchun juda puxta rejangiz bo'lmasa, mahsulotingiz narxini ishlab chiqarish narxidan past yoki unga teng qo'ymasligingizga ishonch hosil qiling. Uchinchidan, agar bu sohada raqobat mavjud bo'lsa, narxlar jangiga kirib qolishingiz mumkin. Bundan esa hech kim manfaat ko'rmaydi. Shunday bo'lgani yaxshiroq. Raqobatchi bilan to'g'ridan-to'g'ri kurashish o'rniga mahsulotingizni boshqalardan ajratib turadigan xususiyatlarni rivojlantirishga harakat qiling. Muayyan bir sohani tanlab, ma'lum integratsiyalar yoki ma'lum sanoat tarmoqlariga e'tibor qarating hamda mahsulotingizning raqobatchilarnikidan keskin darajada ustun va haqiqatan ham tengsiz ekanligini ko'rsatib bering. Va shu bilan tugadi. Narx qo'yishning usuli mana shunday. Izohlar qismida savollaringizni ko'rishdan mamnun bo'lardim. Tinglaganingiz uchun tashakkur.